Yuhanna yazgan birinci xat, birinci bab. Biz bu xitimizde sizlarga ezelden bağ boğan hayatlık kalamı toğrusida bayan qılmoqchimiz. Biz bu hayatlık kalamını öz qulğumuz bilen anlıgan, öz közümüz bilen kögen ve közetken, hem de uni öz kollarımız bilen tutkan. Bu hayatlık bizge ayan buldu. Biz uni ködük. Şuna bu haqda guvalık berimiz. Hem de aslida ershtiki otimiz bilen billi bolup, keyin bizge ayan boğan bu mengülük hayatni sizlarga bayan qilimiz. Sizlarningmi biz bilen qerindosh bo'lishinglar uchun kögen ve anğalarımızı sizlerge yetkizvatimiz. Biz bunda qerindoshlikdan billa bahramon bo'lalaymiz. Çünkü biz hammamiz birlikte otimiz ve onun oğlu İsa Mesih'e bağlandık. Hammamizning xushallığı tolup taşsın deb bularni sizlarga yezvatimiz. Biz İsa Mesih'ten anlagan hem sizlarga yetkizmoqchi bo'lgan xabar dal shuningdan iboratki, Xudo yo'riqliqdir. Uningda hech qanday qorong'ulik bo'lmaydi. Agar o'zimizni Xudoga yaqin deb turib, yanila gunoh o'tkazib, qorong'ulikda mengiversak, yolg'on aytgan va haqiqatga amal qilmagan bo'lamiz. Shunga Xudo yo'riqliqda bo'lganidek, bizmi yo'riqliqda bo'lsak, bir-birimizga yaqin bo'lamiz. Ham Xudoning o'g'li İsa Mesihning qurbonlik qini bizni barliq gunohdan pok qiladi. Gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni oldigan bo'lamiz va haqiqat qalbimizdan o'rin olmagan bo'ladi. Gunohlarimizni iqror qilsak, ishonchlik va odil Xudo gunohlarimizni kechirim qilib, bizni barliq gunohlarimizdan pok qiladi. Gunoh qilmadik desak, Xudoni yolg'onchi qilib qo'ygan bo'lamiz va uning so'zi qalbimizdan o'rin olmagan bo'ladi.